Assalamu alaikum muhtaram televizor-ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Arshidin İsrailning Xitoyga qaytarib berilganligiga norozilik bildirish uchun 7-iyun Germaniyadagi Uyg'urlar Berlindagi Qozog'iston va Xitoy elchixonalari oldida namoyish o'tkazdi. Bu yil 38 yoshlardagi Arshidin İsrail 2009 yili yozda Qozog'istonga qochib chiqib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Olmatadagi ishxonasidan panohlik tilagan. Halbuki Qozog'iston doiralari Arshidin İsrailni bu yil 5-oyning 31-kuni Xitoyga qaytarib bergan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi jiddiy yig'in chaqirib, chet ellardagi Uyg'urlarni norozilik faoliyatlari uyushtirishni tashabbus qilgan edi. Berlinga to'plangan Uyg'urlar Qozoq Uyg'ur qarindosh, Uyg'urlarni satmanglar degan shiorlarni tovlagan. 2-iyun London Uyg'ur ansambli Italiyaning g'arbiy shimoliga joylashgan Torino shaharlik Sharq muzika muzeyida o'yin qo'ydi. 7 kishidan tarkib topgan London Uyg'ur ansambli 2-iyun tushdan keyin Italiyaning Torino shaharidagi 40 boshlang'ich maktabdan kelgan o'quvchilarga Uyg'ur naqshi muzikasi haqida leksiya berdi va Uyg'ur naqshi musikalaridan o'rnaklar o'rinladi. London Uyg'ur ansamblining g'olliq a'zolaridan Raima Mahmud va Kamil Abbasning aytishicha, Italiya xalqi Uyg'ur naqshi musikalariga bakli qiziqdi ekan. Bu konsert Italiyadagi yosh o'smirlarning qattiq olqishiga erishgan. Bu yil iyunda Jejang Yezigilik O'rmonchilik universiteti maxsus hujjat tushirib, mazkur universitetda tarbiyalanayotgan Uyg'ur kursantlar maktab ichidagi ommaviy so'rinlarda Uyg'ur tilida so'zlashsa jazolanadiganligini bildirgan. Bu Uyg'urlar orasida norozilik qo'zg'agan. Jejang Yezigilik O'rmonchilik universiteti chiqargan jazolash tadbirlarida yana agar Uyg'ur o'quvchilarining Uyg'ur tilida so'zlashganligi bayqalsa, qitim soni bo'yicha jazolanadiganligi, jazoning borgancha og'irlashtirilganligi ilgari surilgan. Egallashimizcha bu belgilama oliy maktabni tugatib bo'lgandan keyin qayta tarbiyalanish uchun Aqsuv viloyatidan Jejang Yezigilik O'rmonchilik universitetiga yo'llangan Uyg'ur o'quvchilar uchun chiqarilgan. Yaqında Yasli sinipi darslik qo'llanmasi nomli Uyg'ur tili darslik kitobi Turkiyada nashr qilindi. Kitob Sutuq Buğraxon Ma'arif nashriyati tarafidan Istanbulda nashr qilingan bo'lib, kitobning birinchi betiga Sharq Turkistonning davlat girbi va oy yulduzliq ko'k bayroqning surati tushirilgan. Bu kitob ikki qismdan tarkib topgan bo'lib, 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur farzandlari uchun tuzilgan. Kitobda yaslidagi bolalarga Uyg'urcha yozish, o'qish, axloq, urf-odat va Qur'on o'qishligi, o'rganish qatorliq mazmunlar kirgizilgan. 2011 yılı 6. ayının 4. gündən 6. günügacha Türkiye'nin Ankara şəhərindəki Hilton mehmanxanasida xalqaro qadimqi Uyg'ur til tadqiqot ilmiy muhokama yig'ini chaqirildi. Yig'inni Turkiya til tadqiqot idorasi chaqirgan bo'lib, yig'inga Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Xitoy qatorliq davlatlardan kelgan 31 nafar dangliq turkshunos va Uyg'urshunoslar qatnashgan. Yig'inga Uyg'urlardan Xitoy Markaziy Millatlar universitetidan kelgan professor Letip To'xti, Professor Matrim Said, hozir Germaniyada ishlayotgan doktor Abdurishit Yaqub, doktor Ablat Samat va doktor Aysima Mirsulton qatorliqlar qatnashgan va qadimqi Uyg'ur tili haqida maqola o'qigan. Turkiya Bashkent universitetining o'qituvchisi doktor Mahfirat Kamal xonim bo'lsa, Bashbaliqda yashagan Uyg'ur olimi Senqo Sali Tutungning tarjima uslubi haqida so'z qilgan. Mahfirat xonim bu qitimqi yig'inda Uyg'ur yosh olimlarining alohida ko'zga cheliqqanligini va bundan keyin bu sohada Uyg'ur olimlarining muhim salmoqni egallaydiganligini bildirdi. 2-iyundan 5-iyungacha Gollandiyaning Denbosch shahrida o'tkazilgan Madaniyatlar bayramida Uyg'ur madaniyati o'zgacha julosi bilan sayohatchilarni o'ziga ram qildi. Her günü ettiğin saat 7'den kech saat 10'gacha davam qilgan bu faoliyatda har qaysi Türkiye millatlarning qo'l hunarvanchilik buyumlari va yemek-içmekleri ko'rgazma qilindi. Gollandiyada faoliyat qilayotgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati mazkur faoliyatga aktiv qatnashgan jamiyatlarning biridir. Mazkur jamiyatning yetakchisi Obul Qasim apandi bu xildagi faoliyatlarga qatnashishning Uyg'ur madaniyatini tanishtirishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Muhaciratdagi Uyg'ur yoshlari tunji qitimliq Dunyo Uyg'ur Rabia Qodir Lo'nqis talish futbol musobaqasi uchun jiddiy tayyorlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, musobaqa bu yil 7 ayning 27 kuni Gollandiyada o'tkaziladi ekan.
Musobaqa tashkillovchilarining bildirishicha, mazkur musobaqa dunyo Uyg'ur yoshlari orasidagi birlik va ittifoqlikni ilgari surishni maqsad qiladi ekan. Tayyorlik xizmatlari uchun Gollandiyaga kelgan Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdul Mutalib afandining bildirishicha, musobaqa Gollandiya bilan Belgiyadagi Uyg'urlarning sohibxonligida o'tkaziladi ekan. Musobaqaga 10 atrofida raqobatchi komanda qatnashadigan bo'lib, 4 kun davom qiladi ekan. U yana amaliy masalalar haqida to'xtalib, musobaqaga ketadigan chiqimning ko'pligidan har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning tang madad berishi va qo'llab-quvvatlashi lozimligini eskartdi va musobaqani uyushtirishdagi maqsad Uyg'ur yoshlarining ittifoqligi va birligini qo'lga keltirish, avlodlarning milliy kimligini saqlab qolishga yo'l ochish uchundir, deb ko'rsatdi. Yaqında ko'rinarli qozoq shoiri Kengasjon Shalqarning bir qator she'riy asarlari Ilahxon Jelilov tarafidan tarjima qilinib, Osiyo Buguni gazetida e'lon qilindi. Adibning mazkur asarlari Sulhining oltin yulduzi mavzusi bilan besilgan bo'lib, Sovet ittifoqining qahramoni Sulhi Lutfullinning xotirasiga bag'ishlangan. Kengasjon Shalqar asli Uyg'ur elida yashagan bo'lib, u o'tganki asrning 50-yillarida Uyg'ur elida boshdan kechirgan voqealar va Uyg'urlar haqida qarashlarini o'tirib qo'ydi. U ayni yillarda Uyg'ur, qozoq va o'zbeklarning intayin yashaganligi va bir-birini o'zaro ayirmaydiganligini bildirdi. U yana Uyg'urlarning tarixi intayin uzun ekanligini, ammo Uyg'urlarning texmo ittifoqlashishi va o'z tilini qadrlashi zarurligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.